Insonlarni sabab-besababga muhokama qilish, tanqid qilish, qoralash bu diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham yaxshi emas. Savol tug'iladi shunda. Muhokama qilishdan, tanqid qilishdan to'xtash mumkinmi? Ha, buni bir nechta sabablari bor. Men sizga hozir bittasini tushuntirib beraman. Xalqimizda bir ajoyib maqol bor. Avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq. Agar inson mana shu maqolning tagidagi chuqur negizini tushunadigan bo'lsa, haqiqatan ham atrofdagilarni muhokama qilishdan to'xtaydi. Qanday qilib? Masalan, biz atrofdagilarni hasadchi, yolg'onchi, g'iybatchi, birovga yomonlik qiladi, so'kadi deb muhokama qilamiz. Aslida mana shu kimda nimani muhokama qiladigan bo'lsam, xuddi o'sha yomon sifat menda ham bor. Qachonki inson atrofdagilardan o'zini uzib, diqqat e'tiborni o'ziga qaratsa va haqiqatan ham unda hasadchi, yolg'onchi, birovlarga yomonlik tilaydigan tanqidchi, qoralovchi ichidagi sifatini tan olsa, avtomatik ravishda tashqi muhokamalar to'xtaydi. Hech qachon o'sish va rivojlanishdan to'xtamaydi.